Bizga hamma 150, 150 200 chiqarasiz. Xo'p, lekin men boshqa narx qo'ymoqchiman. qancha? O'rtoqlar, yozda har xil luklar qilasizlar, to'g'rimi? Sizlarga hadavoy bo'lib, hamma kiyimlar bilan tushib ketishga mana shunaqa chotki krossovkalarimizni olib kirib qo'ydim. Ko'rasizlarmi, Loropiano brendidan eng modniy, eng hadavoy ketadigan krossovkamiz letniy modelda kirgan, havo o'tkazib turadi. Ivory hamda oq rangidan olib kirib qo'ydim-da, narxlarni sizlar o'ylamagan narxga tushirib qo'ymoqchiman. Yuringlar, birinchi klientlardan so'rab ko'ramiz, nech pul chiqarib ko'rishar ekan mana shunga. Klientlarimizdan so'raymiz, mana shu krossovkaga nech pul chiqarasiz? Loropiano brendi, ha? Letniy, mazaqli, yozga hamma 150, 150 200 chiqarasiz. Xo'p, lekin men boshqa narx qo'ymoqchiman. qancha? Undan ham arzonroq azim. Ayting. 99 ming. Ha, topib qo'ydilar. O'rtoqlar 99 qo'ymoqchi edim. 150 200 turgan joylari 99 qo'yib yuboramiz. Mana shu krossovkamizni modniy hadavoy bo'lgan krossovka. Bejli hamda oq ranglardan. Yaxshimi? Yozga vot zo'r ko'rasiz sifatini o'zim. O'rtoqlar 99 mingga bo'ldi. 150 200 turgan joylarda o'zlari men aytdim, ozgina pushka oldim, 99 deb qo'ydilar. 99 mingga mana shu krossovkalarimizni olib ketsanglar bo'ladi. Bugundan sotuvda bor. Onlayn ham dastavka qilib beramiz. Sifati yaxshimi, yoqdi? Ko'rib bering o'zi. Yoqdi. O'zi shop aytyapsiz, mana krossovkamiz, to'g'rimi? Klientlarimiz ko'pchilik aytishadi-da, o'zi sifati qanaqa ketadi. 99 ming so'm olib ketaverasizlar.